Prezidentimizning 2025-yil 14-aprel kungi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini kuchaytirish va manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, qurilish-montaj ishlarining sifati va loyiha hujjatlariga muvofiqligi va boshqa xizmatlarni ko'rsatish, ulardan foydalanish yuzasidan davlat nazoratini ta'minlashga qaratilgan. Aynan farmonga ko'ra bosqichma-bosqich hududiy inspeksiyalarda qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tashkil etilmoqda. Onlayn kuzatuv markazi endilikda hozirda Xorazmdagi 100 dan ziyod qurilish obyektlarini 400 dan ziyod kameralar orqali nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sir emas, bundan 4-5 yil oldin ayrim qurilish jarayonlarida hali qurilishi tugallanmasdan turib o'pirilib tushgan uylar ham bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda 2025-yildan boshlab yangi tizim ishga tushdi va barcha viloyatlarda qurilish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berilmoqda. Sun'iy intellektga integratsiya qilingan tizim davlat nazoratini raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash, inson omilini kamaytirish, korrupsiyani oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Hozirga kelib joriy yilning o'zida 680 ta obyektimizda kamchiliklar aniqlangan va inspektorlarimiz tomonidan yozma ko'rsatmalar berilib, bartaraf qilinib kelmoqda. O'tgan oyning o'zida 20 ta kamchilik aniqlanib, tezkorlik bilan inspektorlarimiz tomonidan obyektda kamchiliklar bartaraf qilindi. Hozirda obyektlarimizga o'rnatilib turgan kameralar orqali sun'iy intellekt jalb qilingan. Sun'iy intellekt orqali aniqlangan kamchiliklar to'g'ridan-to'g'ri inspektorga boradi va inspektorlarimiz tomonidan yozma ko'rsatmalar berilib, o'z vaqtida bartaraf qilinib kelmoqda. Bu esa ochiqlikni, shaffoflikni va tezkorlikni raqamlashtirish tizimini joriy etishga yordam beradi. 1-avgustga qadar Xorazm viloyatida qo'shimcha yana 270 ta obyekt kameralar bilan jihozlash va integratsiya qilish rejalashtirilgan. Uylar texnik va ekologik standartlarga mosligi, loyiha talablariga javob berishi kerak. Davlat nazoratini amalga oshirishda mobil bodi kamera va maxsus planshetlardan foydalaniladi. Al-Xorazmiy shaharchasi qurilish ishlarida viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik sohasida nazorat hududi inspeksiyasi tomonidan olib borilgan tadbirlarda qurilish jarayonlarining har bir jihatiga katta e'tibor qaratiladi. Xorazm viloyati Urganch tumani Oqariqlar mahallasidagi yangi Al-Xorazmiy massivida buyurtmachi Kyoto Plaza Hotels MChJ tomonidan 12 qavatli turar joy majmuasi qurilmoqda. Ayni paytda obyektda qurilish ishlarining sifatli olib borilishi ustidan doimiy nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Loyihadan chetga chiqish holatlari aniqlansa, joyda tegishli ko'rsatmalar berilib, joyda bartaraf qilinmoqda. Prezidentimizning PF 66-sonli farmonida belgilab berilgan vazifalarga muvofiq ushbu qurilish obyekti ham onlayn kuzatuv kameralari bilan to'liq qamrab olingan bo'lib, inspeksiyaning onlayn kuzatuv markaziga ulangan va qurilish obyektimiz doimiy nazoratga olingan. Qurilish sohasi bundan 8-9 yil burun oqsaqlanib qolgan denadi-da. Bir baland imoratlarni ko'rmaganmiz-da. Xuddiki bizning xalqimiz bunday ishni qilib bilmagandek tuyular edi-da. O'zi Xorazmda 4-5 qavatli binodan ortiqchasini qurish bo'lmaydi degan ayrim yerlarda shu gaplar bo'ldiki, buni qurish taqiqlandi. Xuddiki biz zamonaviy baland inshootlarni qura olmaydi bizni quruvchilar degandek fikrga kelar edi odamlardan. Mana qilsa bo'lar ekan. Prezidentimiz bunga katta yo'l ochib berdi. Xorazmda bugun hattoki 16 qavatli binolar ham qurilib turibdi. Men o'ylayman, bundan ham baland binolar bo'ladi. Davlatimiz hozir juda katta yutuqlarga erishib, qurilish sohasida oldingi qatorga turibdi desak ham hech xato qilmagan bo'laman. Prezidentimizga rahmat. Bunday katta ishlarni qilishga bizga yo'l ochib berdi. Imkoniyat yaratib berdi. Xullas, har bir uy xavfsiz va mustahkam bo'lishi shart. Qurilish sohasidagi islohotlar aynan ana shu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega.